Muratov Sharif Rozmitovich 1939-yilda Xazoros tumanida tug'ilgan. Xazoros tumanining rivojlanishi, iqtisodiy salohiyatining kengayishida, tumanning gullab-yashnashida o'zining munosib hissasini qo'shgan insonlardan biridir. U Xazoros tumaniga hokim bo'lib tayinlangach, tumanning rivojlanishi uchun bir qator tizimli ishlar olib borilgan. Ishlab chiqarish obyektlari, maktab, bog'chalar, shifoxona qurilib ishga tushirilgan. Qishloq xo'jaligi sohasi rivojlantirilgan. Ya'ni Tuyamo'yin suv ombori qurilishida tuproqqala massivida yaroqsiz holatda bo'lgan yer maydonining yangidan o'zlashtirib foydalanishiga topshirilishida o'z hissasini qo'shgan. Sharif Muratov o'zining fidoyiligi, talabchan rahbarligi, jonkorligi bilan ko'pchilik rahbarlarning e'tiboriga tushgan. 2009-yil 14-mayda vafot etgan. Sharif Muratov eldoshlari qalbida mangu yashaydi. Matnazarov Arslon Razokovich 1962-yilda tug'ilgan. Mehnat faoliyati davomida viloyatda turli lavozimlarda ishlagan. 2008-yil 23-dekabrda Xorazm viloyati Xazoros tumaniga hokim qilib tayinlangan. Shu davr mobaynida tumanda tizimli islohotlar olib borgan. 2011-yil 27-avgustda baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. Abdulla Boltayev 1922-yilda Xazoros tumanidagi Sanoat mahallasida dehqon oilasida tug'ilgan. 1941-yillarning sentyabr oyidan tuman maktablarida fizika, matematika fani o'qituvchisi, ilmiy bo'lim mudiri, maktab direktori vazifasida ishlagan. 1943-1944-yillarda Ulug' Vatan urushi frontlarida jangovar harakatlarda qatnashgan. 1974-1975-yillarda Xazoros rayon komiteti apparatida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. 1967-1975-yillarda O'zbekiston SSR Oliy Soveti deputati bo'lgan. Juda kamtarin, samimiy, mehnatkash va fidoyi bo'lgan Abdulla Boltayev hayoti davomida ishiga sidqidildan, mas'uliyat bilan yondashib, o'z davrining el suygan qahramoni bo'lgan.